Mana bu mahsulot jin tekkan, uyqusida bosinqiraydigan, vahima kasali bor, jindan ziyonlangan insonlar uchun juda ham yaxshi foyda beradi. Undan tashqari xotirani oshirib, aqliy faoliyatni yaxshilaydi. Buni qanday qilib tayyorlashni hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bu kundur yelimi. Bunisi bo'lsa sidr bargi. Bu ikkalasini tegirmonchida maydalab, asalga aralashtiramiz. Mana kundur yelimini maydalab oldik va sidr bargini ham maydalab oldik. Endi bu ikkalasini asalga aralashtiramiz. 1 kilo asalga 100 gram kundur maydalangani va 50 gram sidr bargi maydalangani qo'shiladi. Mana asalga kundur aralashtirib oldik. Endi bunga sidr bargini maydalanganini qo'shamiz. Mana endi bunga sano bargini maydalangandan qo'shamiz. Buni ta'siri yana ham yaxshi bo'lishligi uchun bunga ruqiya o'qiladi. Kimga shunaqangi kundur yelimi, sidr bargi yo bo'lmasam shunaqangi tayyor mahsulot kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz To'raqo'rg'on markazi, Oqtosh betayda.